Assalomu alaykum qadrli obunachilarim va tasodifiy tomoshabin. Bugun sizlar bilan Coin Flow o'yinini ko'rib chiqamiz. Bu Telegram bot, ya'ni Telegramdagi pul ishlash uchun yaratilgan yangi o'yin. Ishga tushirilganiga hali ko'p bo'lmadi. Даже bu proyekt ishga tushganiga где-то 2 kun atrofida bo'lyapti. Asosiy ishini bugundan boshladi desa ham bo'laveradi. Bu botimizga kirganingizda sizlarga start bosganingizda bitta kanalga obuna bo'lishni so'raydi. Obuna bo'lasiz va главный menyu so'zi paydo bo'ladi. Xuddi mana pastda ko'rsatilgandek 4 ta katakcha bilan главный menyu so'zi paydo bo'ladi kanalga obuna bo'lganingizdan so'ng va shuni bosish orqali xuddi shunday o'yinga o'tib olasiz. Menda hozir referallar 2 ta va ulardan qanchadir yaitsa keldi. Ya'ni obuna siz do'stlaringizni taklif qilsangiz 200 yaitsadan beradi. Shunday keyin kanal botni o'zida mana bonusniy programma degan joyi bor. Bonusniy programmani bosib, bu yerda 100 tadan 500 tagacha yaitsa olishingiz mumkin. Ya'ni bu yaitsalar bonus sifatida berilgan yaitsalar barchasi shu tovuqlarni sotib olish uchun. Botning ichiga ya'ni biz pul ishlashimiz mumkin bo'lgan jonzotlar, personajlar desa ham bo'laveradi. Botimizda mana bu yerda konkurs bo'limi bor. Har xil konkurslar bo'lib o'tadi. Bu yerda kupit kuritsi, ya'ni tovuqlarni sotib olish, balansni to'ldirish, chiqarish va mana bu bug'doy boshog'i bilan ko'rsatib qo'yilgan narsa. Bu biz sotib olgan tovuqlarimiz bug'doy boshog'ini izlab topadi, ya'ni cho'qib oshqozoniga don yiqqanday yig'adi. Xuddi shunday bo'lib, biz o'sha donlarni keyin obmeniyat qilib almashtiramiz. Almashtirganimizda tovuqlarimiz topgan pulning 50% yana qayta botning o'ziga investitsiya qilish uchun ajratiladi. Ya'ni 50% esa biz chiqarib olishimiz uchun. Ya'ni bir kunda masalan 100 rubl ishlasa tovuqlaringiz 50 rubli botni o'zida qoladi, 50 rublni siz chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday qilib ishlaysiz va qolgan botdagi 50 rublga siz yana bitta tovuq sotib olasiz va daromadingiz o'zini qoplab oshib boraveradi. Xuddi shunday bo'ladi do'stlar. Referalniy programmasini ham bu yerda ko'rib o'tamiz. Referalniy programmasida mana 35% dohod olishingiz mumkin do'stlaringizdan deyapti. Ya'ni har bitta taklif qilgan do'stingizni daromaddan 35% gacha olasiz va 200 ta yaitsa olasiz. Kirgani uchun do'stingiz sizni havolangizdan o'tib kanaldan o'zini tasdiqlasa 200 ta token ham olasiz. Xuddi shunday qilib 10-20 ta do'stingizni taklif qilasiz va botdan do'stlaring o'sha kuritsalarni sotib olib, ulardan daromad qilishingiz ham mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerda avvalo biz tovuqlarni sotib olish uchun bu yerda Papalnet balans qilib, balansimizni to'ldirib olamiz do'stlar. Bu yerda men taxminan 10,000 coin kiritaman. Telegram Stars orqali kiritamiz. Telegram Stars orqali kiritadigan bo'lsak, 127 ta Stars to'lashimiz kerak ekan. Meni balansimda 150 ta Stars bor va men buni to'lov qilaman. Meni hisobimga mana 1000 yaitsa qo'shildi. Nima tarjima qilib ko'ramiz buni. Bu yerda qiziq narsa. Bonus sifatida 25,000 ta tuxum berilibdi do'stlar. 10,000 ta biz sotib olganimiz uchun. Endi esa balansimizni ko'ramiz. Balansimizda 35,800 ta coin bo'ldi, yaitsa bo'ldi. Endi esa tovuqlarni sotib olamiz. Bu yerda tovuqlarni sotib olsangiz siz uchun 24/7 ishlaydi deyapti va ular hech qachon to'xtab qolmas ekan. Endi esa birinchi kuritsani ko'ramiz do'stlar. Eng past kuritsa. Eng past tovuqchamiz 1000 ta yaitsa ekan, ya'ni 1000 ta tuxumga sotib olish mumkin ekan. U soatiga 25 sena olib kelar ekan. Ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchisi 5000 yaitsa ekan. 5000 yaitsamiz 135 token olib kelar ekan.
Bizda 30 mingta bo'lgani uchun mana bundan sotib olamiz. Bu yerda ko'raveraylikchi, 50 mingtaligi aytsa bor ekan. Bu nima deyapti bu yerda? Sotib olish uchun tuxum yetarli emas deyapti. Bizda to'g'ri tuxumimiz yetarli emas. Bu yerda tuxumingiz yetarli emasligini ham ko'rsatib turar ekan. 50 ming aytsak olishimiz mumkin ekan do'stlar. Va bu yerda 100 ming aytsaligi ham bor ekan. Bu esa soatiga 5 ming sen yaxshigina daromad olib kelar ekan. 500 mingtaligi ham bor ekan. Eng kattasi shumikan? Ha, eng kattasi 500 mingtalik ekan do'stlar. Bularni daromadini hozir biz o'zimizga buni sotib olaylik-da, 25 mingtaligini sotib olamiz. Kupit qilib. Kupit kuritsa sizda 1 shtuk bo'ldi. Endi mablag' yetarli emas deyapti. Bitta ortga qaytamiz va 5 mingligidan ham sotib olamiz. 1 shtuk 5 mingligiga yetdi va kupit qilib yana bitta sotib olamiz. Pulimiz yetgancha, bunga endi pulimiz yetmaydi. Pulimiz umuman hech biriga yetmay qoldi do'stlar. Mana bu yerda ko'r endi. Glavniy menyuga chiqamiz. 8 mingga aytsamiz qoldi bizda. Bizni kuritsalarimiz esa 3 yoki 4 ta kuritsamiz bo'ldi naqd do'stlar. Yoki 3 tami? 3 ta kuritsa sotib oldik. 2 ta 5 mingtalik va bitta 25 mingtalikmi, shunday 15 mingtalikmi sotib oldik kattasidan. Mana bu yerda bizga o'zi aytyapti, siz 2 shtuk sotib oldingiz 5 mingtaligidan deb aytyaptimi? Xullas, ikkita shu 5 mingtaligidan bor, soatiga 135 ta ishlaydi. Va bu yerda 1 shtuk 25 mingtaligiga aytsa sotib olishimiz mumkin va biz hozir buni kalkulyator orqali hisoblab chiqamiz. Do'stlar, 725 senadan ishlar ekan. 725 ni ko'paytiramiz 24 ga. 17.400 coin ishlar ekan. 17.400 coin. Bundan oldingi esa bitta o'tkazaylik-da. 135 tadan ishlaydi. 135 talikni 135 ni ko'paytiramiz 2 ga, 270 va buni ko'paytiramiz 24 ga. 6000 ga plus 17.400. Men jami 23.888 ta ya'ni sena degan o'zini ichki tokenidan ishlar ekanman. Buni teng 2 ga bo'lamizda, teng 2 ga bo'lamiz. Ya'ni daromadimni teng yarmini bo'lamiz. Va 11.940 ta. Endi esa botga qaytib, glavniy menyuni bosib, bu yerda qanchadan almashtirishimizni ko'ramiz. Vamtsena deyapti, mana 2985 ta sizda hozirni o'zida sezam bor deyapti. 100 tamiz 0.5 yaitsa ekan do'stlar. 0.5 yaitsa. Bu 0.5 yaitsani biz informatsiya bo'limi orqali to'liq bilib olsak-chi shuni. Botlar qanday ishlashini. Bu yerda ham bermabdi. Bizga taxminan buni ko'paytiramiz 0.5 ga. Ya'ni 59 rubl ishlar ekanman. Men chiqarib olish uchun 59 rubl ishlar ekanman do'stlar. Mana sizlarga bot. Men gideta 2-3 kunda foydaga chiqaman va botda darhol pullarni foydaga ishlashni boshlayman. Do'stlar, bot to'lovda. Men boshqa bir admin orqali gaplashib, to'lovdaligini bilib, keyin buni muhokama qilyapman. Bu yerda gapirib beryapman va hozir to'lov cheki ham bugun xudo xolasa kechqurun to'lov qilib
Telegram botimga Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim havolasi esa kommentariya va opisaniyada bo'ladi. U yerga bemalol kirib, cheklarni va yangi chiqayotgan proyektlardan xabardor bo'lib turishingiz mumkin. Va har bir to'lovlarni biz qaysi botdan kelganini va qancha to'lov qilganini ko'rsatib, bu yerga tashlab boramiz Telegram kanalimizga. Bu siz uchun isbot, ya'ni botlarni keyin to'lovdan to'xtashidan oldin ham aytamiz. Do'stlar, bu botga pul tikmang. Bu bot daji o'zini oxiriga yetib keldi. Bu botdan pullarni zudlik bilan chiqarib oling deb aytib ham turamiz. Shuning uchun bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu bot havolasi ham kommentariya va opisaniyada bo'ladi. Do'stlar, shuni esingizdan chiqarmangki, hech qachon hech narsa tekinga kelmaydi. Avval pul sarflaysiz, keyin pul olasiz. Ba'zi bir proyektlarda to'g'ri, birdaniga pul tiqasiz, masalan 1000 rubl tiqib 5000, 6000 gacha daromad keltiradi. Bir xilgilari bo'lsa 1000 rubl tiqib 700-800 rubl bilan qolib ketishingiz ham mumkin. Bu o'z nomi bilan proyekt. Lekin aksariyat holatlarda birinchi kirgan doimo foyda oladi. Bu yerda birinchi bo'ling, birinchi bo'lib do'stlaringizni taklif qiling, ulardan daromad oling va o'zingiz ham investitsiya qilib yaxshigina daromad olib qoling. Biz sizlarga yangi chiqqan proyektlarni tezlik bilan ko'rsatib boryapmiz. Nima uchun? Bu sizlar yaxshigina daromadga chiqishingiz uchun. Do'stlar, xayr, salomat bo'ling. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, gap yo'q, malades, erkaksiz.